Instagramda hamma taniydi bu qizni. Hozir aytsam, Yulduz Vizual nomi bilan tanilgan va juda ham ko'p ayollarning qalbidan joy olgan va bugungi kunda Yulduz xonim nomiga o'zgargan. Yulduzni bugun biz Qadamlar podkastimizga taklif qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni. Rahmat. Juda ham xursandman. Siz bilan birinchi marta jonli ko'rishdikmiz, lekin siz anaqa Instagramdagi blogingizni ko'rganimda xuddi siz bilan birga yashayotgandek his berasiz. Rahmat. Chunki samimiy bo'lishayotgan hamma ma'lumotlaringiz va maksimal insonlarga qanaqa oson, muammosiz oson hal qilish yo'llarini ko'rsatasiz. Muammoni emas, har qanday joyda ham, har qanday holatda ham go'zallik yaratishni o'rgatasiz ayollarga. Menga yoqadi siz ishingiz, sizni blogingiz va qayerdadir ozgina o'zimda energiya tushayotganini his qilsam, sizni istoriyalaringizni kuzataman-da, sira tirilamanman. Menga ham motivatsiya bo'ladi-da. O'zi sohangiz avvaldan shu bo'lganmi yoki o'zgartirganmisiz? Avvalambor rahmat taklif qilganingiz uchun. Keling endi hozirgi davrdagi faoliyatimga ildiziga qaraymiz baribir. Chunki bu kungacha kelish davrida bir nechta baribir bosqichlarni bosib o'tganman va ayni damdagi faoliyatimga bular katta ta'sir ko'rsatgan deb o'ylayman. Birinchi o'sha o'zim bakalavr yo'nalishida san'atshunoslik bo'yicha, ya'ni tasviriy va amaliy san'at. San'atshunossiz. Kritik sifatida, ya'ni umuman analiz qilish, bizning vazifamiz aynan san'at sohasini o'rganish, rassomlarning ishini o'rganish. Umuman olganda rasmlarda kompozitsiya qanday bo'ladi, umuman qanday tuziladi, bu narsalarni tarixini o'rganganmiz. Baribir hozirgi davrdagi zamonaviy kasblar asosan o'sha san'atdan kirib kelgan. To'g'ri. Videolar ham dastlab rassomchilikdan boshlangan o'zi aslida. Endi keyinchalik esa o'sha muzeyshunoslik yo'nalishida ishladim. Dastlab muzeyda Igor Vitalyevich Savitskiy nomidagi Nukusda bilsangiz kerak. Juda ham katta muzey, bu O'zbekiston doirasidagi eng katta muzeylar va umuman olganda dunyo miqyosida ham eng katta ikkinchi o'rinda o'zini avangard kolleksiyasi bilan turadigan muzey hisoblanadi. Va mana shu muzeyda men bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganman. San'atshunoslik yo'nalishini bitirib borganimdan keyin Nukusda o'sha muzeyda boshqa hech qanaqangi mutaxassis bo'lmagan. Shuning uchun o'sha ishga kirganimdan bir oy ham o'tmay bo'lim boshlig'i bo'lib tayinlanganman. Bu albatta menda mas'uliyat bo'lgan va bizda shunaqangi katta ishlar bo'lar ediki, ya'ni insonlarga, o'sha kelgan mehmonlarga tanishtirish, san'at kolleksiyalarini tanishtirish va insonlar bilan muloqot jihatdan juda ham ko'p o'zimda tajriba yiqqanman. Keyin esa turmushga chiqdim va oilali bo'lgandan keyin birinchi farzandimni dunyoga keltirgan paytimizda turmush o'rtog'im Toshkentga yana magistratura o'qishga keldilar. Shu bilan Toshkentga keldik. O'zi aslida Toshkentda o'qiganmiz. Va menimcha hayotimdagi eng qiyin damlar aynan shu paytda bo'ldi deb o'ylayman, chunki oldin ota-ona yordami, keyin davlat ishidagi har doim oylik va hammasidan butunlay yo'q, o'sha dekretda o'tirib qolish payti men uchun aynan dekret menimcha juda ham ko'pchilik oilalarni rivojlantiradigan davr deb o'ylayman. Bir tarafdan mana mas'uliyatli bola tarbiyasi, dastlab bolam tarbiyasi bilan juda ko'p shug'ullanganman. Bekorchi bo'lganim uchunmi, hattoki shunaqa bir xillarda hozir hayron qolaman. Bolam 1 yoshida 50 ta hayvonni nomini ayta olardi. Shunchalik u bilan shug'ullanardim. Keyin fokusimni o'zimga ham ko'proq qaratishga boshladim. Rivojlanishni xohladim. Chunki endi ijtimoiy tarmoqlar rivojlanayotganda, mana 2019-2020-yillar ijtimoiy tarmoqlar rivojlanganda o'sha blogerlarni ko'ramiz. Mana ko'pchilik hozir shunaqa-ku. Misol uchun blogerlarni, ekspertlarni ko'rib, qanday ular mana shunaqangi darajaga chiqishyapti? Qanday shu Instagramda rivojlanish mumkin ekan degan savollar paydo bo'lishni boshladi. O'sha paytda bekor o'tirmasdan endi muzeyda ishlaganim uchun qo'ldan narsalar yasardim. Nukusga yuborardim. Bularni ko'pchiligini aytmaganman profilimda. Nukusga hech qayerda aytilmagan gap aytiladi. Deyarli umuman aytmaganman. Meni o'zimga ham hayratlanarli bo'ldi. Siz san'atshunosligingiz va kasbingizni o'zgartirganingiz
qiziq bo'ldi. Keyin o'sha qo'lda yasagan mayda taqinchoqlar, milliy taqinchoqlar, keyin har xil nimalar, kichkina suvenirchalar yasardim. Чтобы pul bo'lib turishi uchun. Ya'ni muzeyga yuboraman, u yoqda meni уже bilishadi. Muzeyga yuborib sotilganini kartamga tashlashardi har oyda. 200 ming bir xil edi, 1 million. Endi shunga ham rosa xursandman. Yo'q joyda. Da, istasam yig'lab ketaman. Lekin hozir mana aytib beryapsiz, aytganingizdek, dekret ayol kishini rivojlantiradigan davr deyapsiz. Hamma ayol ham shunday qaramaydi. Bola bilan depressiyada qolib ketgan ayollar ko'p. Hozir siz aytib beryapsiz, men ham aynan anaqa tasbihlar yasab sotganman-da, dekret o'tirgan paytimda. O'sha davrimni eslatib yubordingiz menga ham. Misol, meni hech kim majbur qilmagan, onlayn do'kon ochganman men o'zim ham. Turmush o'rtog'im harbiylar. Kerak emas qilmadirdilar, lekin meni ichimdagi bir chiroyli yashashga bo'lgan qiziqishim meni naborot harakatga keltirardi. To'xtab qolma, bolangni mana shu davrlari qaytmaydi. Unga chiroyli o'yinchoqlar berishing kerak. Chiroyli sharoit yaratib berishing kerak. Trikotaj kiyim kiydirma. Chiroyli kiyimlar kiydirishing kerak degan narsalarda o'zimda shu talab bor edi-da. Hech kim meni o'rgatmagan, majbur qilmagan, lekin odamni o'zida bo'lish kerak ekan deb o'ylayman-da. Sizga ham mana qaysi ma'nodagi tinib tinchimaganingiz, og'riqli bo'lsa ham harakatdan to'xtamaganingiz mana ko'zingizga ham yosh keltirdi. Chunki bolani o'zi bilan oson emas-da onaga. Yosh bola bilan o'zi oson emas, lekin shu bola bilan yana ham chiroyli hayot qilishga harakat qilish aynan shu tomoningiz meni e'tiborimni tortgan. Ya'ni bu qiz tinib tinchimaydi, yo'q joydan go'zallik yaratadi. Men ko'rganman, haligi qishloqqa borganingizda, ota-onangiz uyiga borganingizda bahona qilmasdan огородning ichidami bir narsalar olgan videoyingiz o'shalardan foydalangansiz, maksimal bor narsadan foydalanishga harakat qilganingizni ko'rib, shunchalar tirishqoq qiz tinmaydi, to'xtamaydi, hamma joyda, любой joyda go'zallik yaratadi. Qanaqa bu qizni tabiati yaqindan bilgim kelgan sizni. O'zi o'sha umuman olganda meni hozirgi paytda ham asosiy xohishim va missiyam insonlarga umuman olganda onlayn sohada siz qaysi sharoitda yashaysiz, qanaqa imkoniyat darajangiz bor, misol uchun telefoningiz oddiymi yoki uyingiz oddiymi, bu narsalar o'zi aslida ahamiyatsiz ekanligini ko'rsatgim keladi rostdan. Chunki inson agar birozgina bo'lsa ham o'sha deylik o'sha telefonidan foydalanishi yoki oddiygina videoga olganda, rasmga olganda qonun qoidalar, kompozitsiya, yorug'liklar bilan ishlashni ba'zi хотя бы bilsa, o'sha qo'lida mayli hunari bor bo'lsa, o'sha hunarini chiroyli qilib ko'rsatib berish mumkin. Misol uchun men o'sha aytganimdek boya qo'lda yasagan narsalarni qilgan paytimda bunaqa ekspertlar bo'lmagan. Ya'ni ko'rsatib beradigan mana mahsulotingizni mana shunday ko'rinishda men juda ko'p qidirganman. SMM mutaxassislarni O'zbekistondagi, o'zimizdagi, Rossiyada qidirganman. Misol uchun men shu qo'limda yasayotgan narsani qanday qilib Instagramda sotishim mumkin degan savol meni juda ham ko'p qiynagan va shu boshida Telegramda rivojlantirganman. U Telegramda ham yaxshi sotuvlar bo'lgan. Lekin asosan o'sha mijozlarim Nukusdan bo'lgani uchun, ya'ni qoraqalpoq tilida bo'lgani uchun menga qiyin bo'lgan. Ya'ni bu yoqdan yasab yuborish juda qiyin bo'lgan. Men shuning uchun Instagramda rivojlanishni istagandim va SMM sohasiga qiziqishim ortib ketgan. SMM, vizual, keyinchalik mobilografiya, sekin-astalik bilan bepul darslardan o'rganib, keyin eng birinchi kurs sotib olganman. Hattoki o'sha kursimni ham o'zimning pulimga olmaganman. Akamdan iltimos qilib qarziga o'qiganman. Qarz bo'lmagan, endi shundoq to'lab bering deb iltimos qilganman. Просто xohish bo'lgan. Eng asosiysi o'sha ayol kishi haqiqatan boya aytganingizdek istashi kerak. Agar istasa, o'zi haqiqatan xohlasa, uni hech kim to'xtatib tura olmaydi. Xuddi shunaqa. Imkoniyatni topadi. Misol uchun ayol kishi agar endi baribir aytadi-ku, ayol kishini makri yoki anaqasi bo'ladi deb, shu narsadan ham foydalanib turmush o'rtog'idan so'rab rivojlanish uchun nimadir qilishi mumkin. Aslida boshqa, misol uchun rivojlanmayotgani, depressiyaga tushib o'tirgani yoki qo'lidan kelmayotgani, bu shunchaki o'zini chegaralab bahona qilib
o'tirgani manimcha deb Men ham o'ylayman. shunaqa deyman. Bugungi kunda siz ham men ham o'zini oyoqqa qo'ygan ayollar safidamizda, o'zini ko'tarayotgan va ko'pchilik ayollar bugungi kunda erini maoshi kamligini bahona qilib o'tiradi, imkoni yo'qligini, juda ham qiynalib yashayotganini ortiga bekinishga harakat qiladi. Hammasi bahona deyman men o'zim ham. Ayol o'zi xohlasa istagan narsasini yarata oladi. Mana shu joyda sizga savol bermoqchiman. Ayol kishini puli bo'lishi muhimmi, o'zini puli? Judayam. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Nima uchun muhim deb o'ylaysiz, sizni nazaringizda? Birinchidan, ayol kishi qachon yaxshi pul topishni boshlasa yoki to'g'ri, ko'pchilik o'ylaydi ayol kishi ko'p pul topib ketsa eridan ustun bo'lib ketadi degan fikr bor bizda, xalqimizda umuman olganda, yoki bo'lmasam oilaviy munosabatlari yaxshi emas bo'ladi deyishadi. Men bu fikrga umuman qo'shilmayman. Keyin bizni ayollarimizda endi menimcha ko'pchilik balki bu fikrga qo'shilsa ham kerak, erkak kishi asosan topish kerak. Xuddi shunday. Erkak kishi boqishi kerak. Shunaqa qarashadi. Ayol kishi prosta o'tirib uni sarflashi kerak Xuddi shunaqa deyishadi. qarashadi. Aslida esa menimcha bu fikr noto'g'ri. Ya'ni bu oldingi davrlardan qolib ketgan bizgacha kelayotgan qarashlar. Lekin hozirgi ayni davrdagi zamonga qaraydigan bo'lsak, aksincha ayol kishi qanchalik mustaqil bo'lsa, qanchalik o'ziga ishongan bo'lsa, o'zini moliyaviy erkin bo'lsa, shunchalik uni ham erkak kishi hurmat qiladi birinchidan. Xuddi shunaqa. Va o'zi ham maza qilib yashaydi. Xohlagan narsasini oladi, kosmetikasi uchun eridan pul so'ramaydi. Mayli bir xillarda o'sha obro' uchun so'rashi mumkin. Misol uchun, mana turmush o'rtog'im bugun oylik olgan ekanlar, menga qo'limga o'zlari pul berdi. Meni xatya pulim bor, lekin menga o'zimning xarajatlarim uchun pul berdi. Lekin aslida bu ham bitta znak. Ya'ni biladi, turmush o'rtog'im borligini biladi, lekin shu narsani hurmat qilgan holda sen ayolsan, baribir men erkakman, sendan ustunroqman va berishim kerak deganda, haqiqatan men ham xuddi shu fikrga qo'shilaman. Oldingi paytlarda pul topish erkak ayol nimasiga ajratilardi? Ya'ni pulni erkaklar topib kelishi kerak, ayol kishi faqat uyda sarflab o'tirish kerak. Ha, qaysidir zamonlarda shunaqadir, lekin bugun biz imkoniyatlar kengayib ketgan zamonda yashayapmiz va har kuni yangi narsalar bor. Bolalar yangiliklar ko'ryapti. Agar ota-ona tenglikda rivojlanmasa, bitta erkak kishini o'zini puli bilan oilani to'laqonli ta'minlay olmaydi va ehtiyojlarini qondira olmaydi. Bu juda ham qiyin. Aslida pul kamligidan ko'proq muammo kelib chiqsa kerak deb o'ylayman men. To'g'ri. Misol, ayol kishini o'zini puli bo'lmasa-da, erkak kishidan kutyapti, nimadir ehtiyojini qondirishga. 1 oy o'tdi, u erkakda ham oylikka qaragan daromad endi. 2 oy o'tdi, oiladagi asosiy ehtiyojlar qondirilyapti-da, keyingi ehtiyoj ayolnikiga yetib kelmayapti. Sekin-sekin ayolda e'tiroz ko'tariladi baribir, xohlaydimi yo'qmi? Qachon meni aytganimni qilib berasiz? Bir qilib bera olasizmi? O'ziga ishonasizmi deganda erkak kishining hamiyatiga ham tegadigan gaplar gapirib yuborish aslida ayol rivojlanmay turganidan deb o'ylayman. Meni aynan Shahzoda Muhammedova haqida aytgan gapim ham trendga chiqib ketgandi. O'zi rivojlangan ayol o'sha o'ziga loyiq ko'ra olganda, erkak ham shu darajada rivojlanadi. Lekin rivojlanmasdan turib ayol kishi nimanidir eridan kutishi aslida xato. Avvalo o'ziga loyiq ko'rish kerak, o'zi o'sha darajada o'sish kerak deganman. Bugungi zamon bizdan 2 karra ko'proq mehnat talab qilyapti. Ya'ni jamiyatda rivojlangan ayol bo'lish aslida qiyinroq. Ya'ni ham oilani eplash kerak bugungi zamonaviy ayol, ham jamiyatdagi o'rnini topish kerak. Agar rivojlanmagan bo'lsa, baribir xiyonat bilan yoki qanaqangidir kamsitilishlar bilan baribir ayollar turtkilanyapti. Turtkilanmaslik uchun ham men juda ko'p ayollarni ko'rdim, jamiyatda rivojlangan ayollarni eri ham hurmat qilishini, uni o'rniga qarab turib, u bilan hisoblashishini. Uyda o'tirib qolgan ayol uyda qilgan ishlari ko'rinmaydi, mehnati ko'rinmaydi va kamsitilishga qayta uchrayapti-da. Yana xiyonatga ham uchrab, nega men shuncha yaxshi bo'lsam ham erim bunaqa qildi degan savollarni ko'tarib kelishadi. Men aynan sizni ko'proq misol qilgim keladi, o'zim auditoriyamga ham hozir ayollar rivoj klubim bor, o'sha yerda ham siz bilan ham dars qilish niyatim bor. Misol qilib ko'rsatmoqchi bo'lamanki, mana bahonachi ayollarga namuna yosh bola bilan, yana 2 ta hozir yosh bola bilan rivojlanayotgan ayol. To'g'ri. Hammamiz qatori rivojlanayotgan ayol, siz ham xohlasangiz, siz ham qila olasiz. Mana shu rivojlanish yo'lida bilaman, ayol o'zi bilan bog'liq hislari bor, turmush o'rtog'i bilan bog'liq hislari bor-da. Ayol sifatida sizga og'riqli bo'lgan joylar bo'lganmi rivojlanish yo'lingizda? Ha, bo'lgan.
birinchidan har doim balansni ushlab turish qiyin haqiqatdan. Misol uchun bizda ko'p boshida o'sha tushunmovchiliklar bo'lgan, endi oilaviy deylik, siz o'sha ishingizni mijozlaringiz boshida juda ham ko'p mijozlar bilan ishlaganman. Bu sohaga kirib kelganimdan keyin kurs qilish bilan shug'ullanganman, ya'ni ta'lim berishga o'tdim. Misol uchun hozirgi paytda yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Bitta kursni o'qiydida sirazi kurs qilmoqchi bo'lishadi. Bu ham noto'g'ri narsa. Oldin birozgina bo'lsa ham o'sha olgan ilmini o'zida o'tkazib tajriba yig'ish kerak. Qo'limdan juda ham ko'p montajlar, mijozlar bilan ishlash, kuniga 2-3 syomkalarga chiqardim. Yana yosh bolam bilan o'sha bir xillarda olib borgan paytlarim ham bo'lgan. Hattoki biladi, bitta o'sha Umid opa degan kosmetolog bo'lardi. Rahmat aytaman. Bolam bor, kolyaskada yig'layapti, bir xillarda turib qoladi, uyg'onib qoladi. Lekin shunaqa holatda ham meni tushunganlarki, chiroyli qilib syomkalar o'tkazib olganmiz. Shunaqa holatlar bo'ladi, lekin o'sha balansni ushlab turishga men ham qiynalganman bir xillarda. Ammo rahmat aytaman, o'sha xo'jayinim ham, qaynonam ayniqsa qarashganlar, kelib qarashib, bolamga kichkina baribir ozgina bo'lsa ham podдержка bo'lishi kerak. Ammo agarda men shu yo'lga kirib kelmaganimda va qo'limdan kelishini isbotlamaganimda, menga bunaqa yordam bo'lmasdi. Aynan. Chunki ko'rdi, qila olayotganimni, daromad qilishimni, uyimga yordam berayotganimni, oilaviy holatimiz yaxshilanayotganini va uyimdagilar o'sha qaynonam ayniqsa kelib qarashib, bolamni o'sha kichkinamni katta qilgunimcha mana yaqin kungacha qarashdilar. Hozir aytadi-ku ko'pchilik, mana hech kim menga yordam bermaydi. Aslida bu narsani oldin siz loyiq ekaningizni isbotlab qo'yish kerak. Siz shuni qila olyapsizmi? Ozgina bo'lsa ham qadam tashladingizmi? Deylik, bitta mijoz oldingiz yoki bitta syomkaga chiqib keldingiz, mana 300 ming pul olib keling, xataba. Eringiz ko'rsa yoki o'sha qaynonangiz ko'rsa, "Voh" deydi-da. Albatta. U hech narsa qilmasdan turib, "Yo'q, men qilaman shu narsani yoki qilishim mumkin, qila olarmanman" degan narsalar xato. To'g'ri. Birinchi navbatda oldin shuni ko'rsatib qo'yish kerak. Undan keyin ishonch bildirishadi baribir. Xuddi shunday. Yaqinda adashmasam Turkiya safariga chiqib keldingiz. Qaynonam bilan. Qaynonangiz bilan borib keldingiz. Bu sizni birinchi safaringizmi? Katta sayohatga birinchisi. Bundan oldin faqat Olmata shahriga borganman. Endi mana katta sayohatga birinchi marta chiqdim. Qaynonangiz bilan o'zingizni pulingizga borib keldingizmi? Ha, o'zim. O'zingiz ishlab topgan pulingizga. Qaynonamni olib borib, o'sha juda ko'p joylarga bordik. Faqat o'sha keyingi safarlar, xudo xolisa, endi boshqa umra safarlariga yuborish niyatim bor. Chunki ular meni baribir aytganimdek podдержка qilganlar, yordam bergan, yonimda yurganlar. Shuning uchun birinchi sayohatimga ular bilan bordim. Rosa xursand bo'ldim. Men natijangizdan xursand bo'ldim. Bir ayol o'zini puli bilan yana dunyo sahnasiga chiqish yoki sayohat ma'nosida chiqish ham bu juda katta narsa. Ya'ni ro'zg'oridan, o'zini xarajatlaridan ayol kishiga qancha sarflasa ham kirib ketaveradi-yu. Orttirib bu narsaga muhim deb ajratib chiqib kelishingiz katta narsa. Meni yana xursand qilgan narsa, по порядке ketasizda siz. Ishlaringizni kuzatsam tartib bilan, qadamma-qadam, juda o'zini qiynamasdan, hamma yoqda chiroyli, balki bordir ichkarida qiynalayotgan hislaringiz bordir, lekin men sizni hayotingizda tartib ko'raman. Avvalo, ishlaringizda tartib ko'raman, keyin oilaviy munosabatlaringizda bo'lishganingizda, meni ko'rganimda, ya'ni bu yoqdan kuzatuvchi sifatida ko'rganimda tartib ko'raman. Sekinma-sekin, qadamma-qadam o'sib borayotgan ayolni ko'raman, natijalari o'sib borayotgan ayolni ko'raman. Juda ham xursand bo'laman natijalaringizdan, o'zingizni kuchingiz bilan erishayotganingizdan xursand bo'laman. Balki ota-onangiz ham sizni yutuqlaringizni ko'rib xursand bo'lishardi. Shuncha yutuqlarga o'zi erishyapti. Eng katta ota-ona uchun yutuq farzandini mustaqil, hech kimga muhtoj bo'lmasdan o'zini o'zi eplagani, bu ota-onani tirikligidagi eng katta ota-ona uchun qilingan sovg'a deb bilaman men. Chunki ular xotirjam bo'ladi. Bu bolam erta biz o'tgandan keyin ham o'zini eplaydi. Men xavotir olmasam ham bo'ladi degan xotirjamlik hissini berish hamma farzandga ham nasib qilmaydi. Yulduzni qanaqa ota-ona tarbiya qilgan? Ota-onam juda oddiy odamlar bo'lgan. Lekin juda ham mehribon. Ha, endi men ko'pdan kutilgan qiz farzand bo'lganman. Shuning uchun juda erka tarbiyalashgan. Dadam tez yordam xizmatida feldsher bo'lib ishlaganlar. Keyin oyim ham
o'sha birga ishlaganlar, o'zi hamkasb bo'lganlar. Oyim tug'ruq anaqasida bo'limida, ginekologiya bo'limida katta akusherka bo'lib ishlaganlar. Ikkalasi ham endi o'rta ma'lumotli bo'lgan, lekin bizni, ya'ni akalarim va meni juda ham o'sha oliy ta'limda o'qitishga harakat qilishgan. O'zi endi oldingi davrlarda juda qiyin edi bizning davrda o'qish ham, kontrakt to'lash. Kontrakt juda fojia ko'rinardi bizning paytimizda. Hozir endi oson bo'lib qolgan. Shunaqa. Lekin harakat qilishgan bizani oliy ta'lim berishni, o'qitishni. O'zi men juda chekka qishloqni qiziman, o'zi aslida Qoraqalpog'istonni Bo'zatov degan tumanda yashayman. Va Toshkentga kelish, lekin erta mas'uliyatni bo'ynimga olganman. 9-sinfni bitirganimdan keyin Toshkentga borib o'qiyman degan qarorimni aytganman uydagilarga. O'sha paytlar akamlar chunki bu yerda Toshkentda o'qishardi, menda juda ham qiziqish bo'lgan. Va bilmayman, balki meni egoizmimmi bu narsa nimaligini, paxta terimiga chiqarishadi o'sha paytlari kollejda chiqartish. Yo'qmasmidi? Yo'q, men umuman chiqmayman. Menga ham yo'qmas shu narsa. Umuman men unaqa paxta terimiga borib yurishni xohlamayman dalada. Dala ishlari Men yoqmagan. o'qishni xohlayman deb Toshkentga kelishga qaror, chunki Toshkentda paxta yo'q edi. O'shancha xohlaganman men ham o'z Toshkentda o'qishda. Faqat Toshkentda yo'q edi, paxtaga chiqarish. Shu bilan, lekin juda qiyin bo'lgan Toshkentga topshirish ham, kollejlarda olmaydi u paytda. Ish qilib, bir amalib buxgalteriya bo'yicha o'qiganman o'sha. Lekin hozir o'ylayman, menimcha o'sha erta mustaqil bo'lganim, endi 9-sinfdan keyin mustaqillikni erta olganim menga ko'p narsalarga foyda tekkan baribir. O'zim qaror qabul qilish, haligacha bir xil mana oilaviy munosabatlarda deysiz-ku, o'zim ko'p erkin mustaqil qaror qabul qilishim ba'zi paytlari har xil konfliktlarni keltirib chiqaradi. Lekin juda erkin, oilada hech qaysi bir ota-onam yoki akalarim meni fikrimga qarshi borishmagan. Ya'ni aytganim aytgan, deganim degan qiz bo'lganman va bu menimcha hayotda eng katta o'sha o'zimni lичность sifatida, shaxs sifatida rivojlantirishimga yordam bo'lgan. Lekin ota-onangiz ishonchi ham muhim bo'lganda siz uchun, ya'ni shu darajadagi yutuqlarga erishayotganingizga ota-onani ishonchi, 9-sinfdan ishonch bildirib Toshkent shahriga jo'natishlari, baribir ota-ona ishonch berib, ruxsat bermasa kela olmasdingiz-da. Ishonchlari ham muhim bo'lgan. Va bilasizmi, bugungi kunda kuchli ayollar ko'payib ketyapti. O'zini puliga ega, mustaqil, jamiyatda o'rniga ega va albatta boya aytib o'tganingizdek, bu munosabatlarga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi, chunki kuchli ayolni oldida qanaqa erkak bo'lishni bilmaydigan erkaklar ham ko'p. Bugun ko'p tosh ayollarga otilayotgan bo'lsa, lekin bu tomonni tayoqda bo'chini oladigan bo'lsak, bugungi kundagi afsuski jamiyatimizdagi aksariyat erkaklarda ulg'aymaganlikni ko'raman-da men. Va ayolni qo'llab-quvvatlash yetmaydi to'laqonli. Kuchli ayolni yonida kerak uni imkoniyatlarini to'smasdan ochib berish yetmaydi-da. Sizdek kuchli ayollar turmush o'rtog'ingiz qanaqa munosabatda bo'ladi? Ya'ni baribir shaxsiy fikriga ega bo'lgan ayol bilan konfliktsiz yashab bo'lmaydi deyish bu xato. Konflikt hamma oilada bo'ladi. Kuchsiz ayolda oilasida ham bo'ladi, kuchli ayolda oilasida ham bo'ladi, lekin kuchli ayolga kuchli tomoniga tosh otiladi. Sani puling borda, ha, tiling chiqib qoldi degandek. Lekin men bitta narsani har doim o'zim tan olaman. Meni kuchli qilishimga turmush o'rtog'im yordam berganlar. Ya'ni men o'zi hozirgidagi o'zimga juda ham ishongan yoki omma oldida qo'rqmasdan chiqib gapiradigan, erkin fikrlaydigan bo'lganman deb ayta olmayman. Chunki dekretda paytimda turmush o'rtog'im bu narsani sezganlar, ya'ni men rivojlanishdan orqada qolib ketayotganimni, zerikarli bo'lib qolayotganimni, kichkinagina mayda-chuyda narsalarga o'ralashib qolayotganimni juda ko'p sezganlar va ko'p mendan talab qilar edi. Ya'ni bu ishni boshlaganimda ham kursda o'qidim, to'g'ri o'qidim, turmush o'rtog'imga aytmasdan o'qiganman. Keyin bitirgan paytimda aytganman. Shu narsaga qiziqdim, o'qidim. Men ishlab ko'rgim kelyapti deganman. Keyin iPhone 13 Pro telefonim yaqinda sovg'a qilgan. iPhone 13 Pro telefonini do'st yaqin tanishlaridan qarz so'rab olib bergan. Aytgan kunimni ertasi kuni sovg'a qilib olib berganlar. Juda hayron qolganman, hatto kutmaganman bunaqa narsa olib beradi, podдержка qiladi deb.
va siz o'zingizni xayollaringiz bilan berma bermay deb yurgan bo'lgansiz. man umuman yo'q, hattoki o'sha kenayim bilan juda ko'p gaplashardik. Davay ayting derdim, man yo'q derdim. Shunchalik qo'rquvim baland bo'lganki, bu narsani man anchagacha ayta olmay yurganman. Keyin bir kuni kechasi aytganman, shunaqa olmoqchiman. Даже man 13 so'ramaganman. O'sha paytlar 11 edi, 13 endi chiqayotgandi. Hozir xuddi 15 dek qimmat edi. Keyin 11 bo'lsa ham olib bering degandek qilib aytganman. Keyin eng oxirgi o'sha 13 modelni olib berganlarda. Keyin hozir rosa yig'laganmisiz? Yo'q, yig'lamaganman xursand. Umuman olganda keyin bildimki, boshida o'sha uydagi qaynonamlar boshida nima qilarding, qimmat telefon degan gaplar bo'lgan. Menimcha, lekin sizga aytmaganlar. Hammasini aytmaganlar va faqatgina olib berib qo'ymas, talab ham qilganlar. Ya'ni mijozlar bilan ishlashga harakat qilib ko'rishimga, qo'rquvimni yengishimga talab qilganlar. Va aynan o'sha talabni orqasida men rivojlanganman. Agar shunchaki telefonni olib berdi, bo'ldi mayli, qilsa qildi, qilmasa qilmadi deganlarda balki men rivojlanmagan bo'lardim. Boshqa vaziyatlarda ham meni foydamga talab qilganlar. Ya'ni turmush o'rtog'im mendan ko'ra aqlliroq, rostini aytsam, va ular ko'proq narsani ko'ra oladi. Ya'ni oldinni ko'ra oladi. Shuncha har doim hozirgacha yo'l yo'riq ko'rsatib, har doim maslahatlashaman. Bir xilda maslahatlashmasam, endi baribir ishim o'xshamaydi. Shuning uchun ko'pincha birgalikda harakat qilamiz. Ular bunday olib qaraganda meni blogimda ko'rinmaydigan kuzatuvchi, men degustatorim deydi, prodyuserim. Lekin ularni podдержкасini orqasida shunaqa o'zimga ishongan shaxs sifatida blog rivojlantirib keta oldim. Agar ular menimcha talab qilmaganida bunchalik darajada bo'lmasdi deb o'ylayman. Bugungi kunda juda ham ko'plab shogirdlar chiqargansizlar va hatto men o'tgan yil iyul oyida bitta mobilograf oldim. O'shanda saqizda gap ketib qoldi. Kimni o'qigansiz desam, Yulduz Vizual taniysizmi deganda, kim u? Men sizni ko'rinishingizdan tanigan bo'lganman, lekin ismingizdan unaqa tanimaganman-da. Keyin bundoq qarab ko'rib, "Va, bu qizmi?" deganman. Ha, yoqadi, menga ishlari yoqadi deganimda, "Men shu Yulduz Vizualda o'qiyapman. Bugungi kunda o'sha SMMda o'rgatish bo'yicha top 5 ta mutaxassis, kuchli mutaxassis bo'lsa, shularning biriga Yulduz Vizual kiradi va ularda o'qish hammaga ham emas. Bularda o'qib chiqdi degani уже san bir zo'r mutaxassisda yoki chet el darajasida ta'lim beradigan insonda, o'qituvchida o'qiding deganday gap." degan narsani bergan u menga, sizni ta'riflaganda. Keyin juda kuchli qiz ekan bu. Qaysi o'quvchim ekan? Sabina degan qiz edi. Voy, juda bilaman, juda ham tirishqoq qiz. Aniq o'rganayotgan edi. Kutubxonada ishlardi, menimcha. Kitob do'konida ishlardi, ularning ishini yuritardi. Lekin nimadir bo'lgan, biz ishimiz juda qisqa muddatga bo'lgan, lekin haqiqatda kreativlikni ko'rganman u qizni, tirishqoqlikni ko'rganman. Shogirdlar ko'p chiqaryapsiz va haqiqatan ham yaxshi mutaxassis bo'lganingizga shogirdlarni nimasi ko'p sizda. Ya'ni ko'p o'qib chiqadigan shogirdlar bekordan bekorga kelmaydi. Agar mutaxassis o'zini oqlamasa, bunchalik shogird bo'lishi mumkin emas-da. Endi sizga bitta og'riqliroq savol beraman. Mana shu baribir bo'ladi hayotimizda, har xil vaziyatlardan o'tamiz. Shunaqa vaziyat bo'lganmi sizda shogirdlar bilan qanaqangidir og'riqli bir vaziyat? Xo'p, birinchi bo'p endi umuman kurs masalasiga keladigan bo'lsak, boya aytganimdek, bu kurslarni birdaniga yaratib tashlamaganman. Birinchi o'sha ko'plab mijozlar bilan ishladim, tajribamni orttirdim, mobilografiya bo'yicha va har doim kurs sotib olganman. Ya'ni chet ellik mutaxassislarda juda ko'p o'qiganman. Ya'ni hozirgi paytda umuman onlaynda rivojlanmoqchi bo'lsangiz, bir marta o'qib qo'ydingiz bo'ldi degan narsani o'zi yo'q. Rivojlanish uchun har doim o'zingizga kerak bo'lgan bilimlarni qidirib o'qishni davom ettirishingiz kerak. Hozir ham ayni damda ham o'qiyapman, yana qaytadan o'qish niyatim bor. Ya'ni bu bizni rivojlanishimizga, bizni daromadimizni oshishiga yordam beradi. Kurslarni yaratganimdan keyin albatta meni eng katta kursim bu onlaynda SMM mobilografiya, vizual yo'nalishdagi kurslarim bo'ldi. Ularda juda ko'p o'quvchilar o'qib chiqishdi. Hozir eng oxirgi marta sotuvini yo'lga qo'ydim va buni
katta chegirmada qildim. Chunki sabab ko'pchilik o'qib mana shu yiqqan bilimlarimni olib qolsin degan maqsadda qildim. Bilim qadri tushmaydimi? Bilim qadri o'sha bilimni narxini tushganingizda narxga qarab. Menda hozir holat qanday bo'ldi? Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik qimmat kurslar sotadi. To'g'ri, men o'zim ham kurslarimni har doim qimmat sotganman. Ammo misol uchun men o'zimni holatimni aytadigan bo'lsam, bir paytlari shunaqa qimmat kurslarda o'qishga menda ham sharoit bo'lmagan. Shuning uchun hozir ham rivojlanmoqchi bo'lgan insonlar ko'p-ku. Shularga bir imkoniyat bo'lsinki, meni eng sifatli kurslarimda o'qib qolsin. Ya'ni bu bir bo'ladi. Har doim bo'lmaydi. Qadam bo'lsin. Yo'q, bo'ldi, boshqa bo'lmaydi. Bu tarix sifatida o'pishi yopiladi hammasi. Chunki hozir men ayni damda shunaqangi o'tish davridamanki, o'zim sizda mana misol uchun psixologiyada kvantoviy skachok deyiladi-ku. Xuddi shunaqa holatdaman. Men o'zimni yangi etapimga o'tishim kerak. Всё bo'ldi, o'sha Sabinalar o'qigan, eng ajoyib, eng zo'r bilimlar jamlagan kursim endi bu tarix sifatida qolishi kerak. Hozir endi faoliyatingizni boshqa o'ringa o'tib bo'lmoqchi. Juda ham ajoyib, menga ham qiziq bo'lyapti. Va endi boyagi savolingizga keladigan bo'lsak, konflikt, kelishmovchilik. Birinchi navbatda men eng birinchi marta shunaqangi to'siqqa kelganimda men boshida tushunmay qolganman, rosti. Men juda ko'p narsa beryapman o'quvchilarimga. Ular tarafidan menga bir nechta negativlar kelishni boshlagan. Va o'shanda men o'zimni o'rganishga boshlaganman. Ya'ni nima uchun bunaqa vaziyatlar bo'lyapti? Va bitta narsani tushunganmanki, bir xil material berilgan. 20 ta o'quvchi bo'lsa, o'shandan 10 tasi rezultat ko'rsatsa, qolgan 10 tasi rezultat ko'rsata olmasligi mumkin. Bunga asosiy sabab o'sha 10 ta odamni mas'uliyatni o'zlari bo'yniga olmasligi. Aynan. Va bu narsa ular mendan talab qilishga o'tayotganidan tushundim. Agarda o'sha o'quvchilar o'zini mas'uliyatini o'zi bo'yniga olib va mendan faqatgina ustoz sifatida yordam so'raganida, men albatta tayyorman. Hattoki ishonasizmi yo'qmi, hozirgi kungacha o'sha 1 yil oldin, 2 yil oldin o'qigan o'quvchim oldimga kelib yordam so'rasa, men hech qachon yo'q demayman. Chunki u meni ustoz sifatida ko'radi, mendan yordam so'rayapti, men iloji boricha yordam berishga harakat qilaman. Agarda yo'q, aksincha, siz menga bu narsani o'rgatmadingiz, ya'ni o'rgatib turgan narsamni o'rgatmadingiz yoki u yo'q, bu yo'q, qo'limdan kelmayapti, o'xshata olmayapman, bo'lmayapti. Pulni qaytarib bering deydiganlar ham bo'ladi. Yo'q, unaqa holatlar uncha ko'p bo'lmagan. Baribir chiqadi-da bitta-ikkita. Chiqadi-da, bo'ladi, lekin shunaqa narsalar qiladigan bo'lsa, demakki, o'sha inson o'zi birinchi navbatda bu narsani o'zidan qidirishi kerak. Albatta, endi men unga uni aytganim bilan foydasi yo'q. Baribir bu narsani balki tushunar, balki eng achinarlisi, ba'zi insonlar bu narsani o'quvchilarim orasida ham balki bordir, bu narsani tushunmay o'tib ketadiganlari ham bo'ladi. Yo tushunadi, vaqt kerak. Balki 1 yil, balki 2 yilga lekin tushunib keladi. Lekin shunaqa holat ham bo'ldi. Esimga tushib ketdi. Misol uchun mana kursda o'qidi, kursda paytida natija qila olmadi. Bundan juda ham achchiqlandi yoki bo'lmasam bekor shu kursda o'qidim degan narsalar bo'ldi. Lekin vaqt o'sha o'tib, yana kurs materiallar, endi men shunaqangi o'sha shedri ustozman, 1 yillab do'stib qoldiraman o'quvchilarimga. Hech qachon 3 oydan keyin olib tashlab degan narsalar yo'q. Обязательно 1 yil turadi. Keyin undan keyin o'chiriladi materiallar. O'shandan keyin o'qib, orada o'qib, bir qanaqadir o'zida ochilishlar bo'lib, keyin boshlab ketgan o'quvchilarim ham bor. Hattoki o'sha eng oxiridan boshlab rivojlangan bo'lsa ham, eng boshiga chiqib ketadiganlari ham bo'ladi. Ya'ni hech qachon bir kursni bitirdingiz, srazi natijaga chiqmaganingiz, bu siz uchun minus degani emas. Endi hammani ongini qabul qilishi ham har xilda, Yulduz. Ya'ni kimdir tez qabul qiladi, zukkorlik yuqori, tez targ'ib qiladi. Kimdir siz va menga o'xshab. Rostini aytsam, men ham kursdan keyin bir 3 oylardan keyin boshlaganman. Shunaqa. Ba'zi birlarga rostdan yillar kerak bo'ladi. Va
siz ustoz sifatida bugun bir necha shogird chiqargan ustoz sifatida kimni shogird deya olasiz aslida? Chunki bugun 2 oylik, 3 oylik kurslarni o'qib turib, shunchaki kursda ma'lumotlarni o'rganadi, undan keyin ketadigan insonlar ko'p. Ya'ni sizni ilmingizni oladi, ketadi. Aslida siz kimni shogird deya olasiz? O'zimga. O'zizga. Men o'zimni mana Sabina aytdingiz, men sirasi tanidim. Chunki u qizni bilaman. Mana kursimda o'qigan paytda ham juda ham ajoyib videolarga borib, misol uchun men shunaqangi o'quvchilarni yaxshi ko'raman. Kurs davrida o'sha aytganingizdek, хотя бы bitta bo'lsa ham video qilib, yaratib yoki bitta bo'lsa ham o'sha ishini ozgina bo'lsa ham ko'rsatib borsa, ularga juda ham hurmatim baland. Chunki siz berayotgan ilmga befarq bo'lmay, ozgina bo'lsa ham harakat qilishi. Agarda ular bir natija qilishsa, rostdan o'zimning natijamdan-da hattoki bunaqa xursand bo'lmayman. Ularning natijasidan xursand bo'laman. Aynan shunday bir ilmni bekor ketkazmasdan, keyinchalik bo'lsa ham, mayli o'sha paytda bo'lmasa ham, o'sha narsani o'zini biznesiga yoki o'zini bir shaxsiy rivojlanishiga hissasini qo'shtira olsa, menimcha eng asosiysi shunday shogirdlar bo'lsa kerak. Men o'zimning fikrim, ustoz shogirdlik masalasida bitta insonda to'laqonli ilmini o'rganib, uni yo'lini o'rganib, hayotiga targ'ib qilish uchun bu endi yulduzli auditoriyasiga ham tegishli. O'zimni shogirdlarimga ham, o'quvchilarimga ham tegishli. Umuman mana shu ilm izlayotgan yoki kimnidir ilmini yuqtirib, o'ziga hayotiga o'zgarish kiritmoqchi bo'lgan hammaga tegishli-da bu gap. Bir insonga shogird tushgandan keyin ilmini o'zlashtirayotgan bo'lsa va shogirdim deb mana shu inson tan olishni xohlasa, men o'ylayman bir 5 yil yonida yurish kerak o'sha insonda. Yo'q, menda unaqa o'quvchi yo'q. Umuman aytmoqchiman-da, 5 yil yonida yurish kerak. Balki bundan keyin siz boshqa bosqichga chiqyapsiz-ku, shunaqa shogirdlar ko'payar. Menda hozir shunaqa shogirdlar bor. Avvallari rostdan ham kelib, o'rganib ketishganlar ko'p bo'lgan. Lekin bugungi kunda haqiqiy tayyor bo'lgan shogirdlar kelyapti. Men sizni hech ham ettagingizni qo'yib yormayman, sizni yoningizda bo'laman, ilmingizni to'liq o'rganaman deydigan, mana shu yo'lda o'sha siznikiga o'xshagan deydigan shogirdlar ham chiqdi. O'sha siz aytgandek mas'uliyatni o'ziga ola olmaganlar ham chiqdi. Yoki bo'lmasa, men sertifikatingizni olishga loyiq emasman, chunki men bu bilimlarni to'liq o'zlashtira olmadim va hayotimga tatbiq qila olmadim deb to'laqonli tan olganlar ham chiqdi. Men bundan xursand ham bo'ldim. Universitetlarda ham hattoki, misol biz pedagogik institutda o'qigan bo'lsak, psixologiyada mana shu yerdan 100 kishidan 6 tasi konsultatsiya o'tadigan bo'lib chiqadi desa, men 100 ga 100 chiqarishga ishonardim. Nimaga? Men o'zimning bilimlarimga ishonardim. Lekin bilimni o'zlashtirish bilan birgalikda o'zim yaqin deb shogirdim aytayapti, ilm yuqadigan davr bor ekan deyapti. Men mana shu ustozdan shu bilimni o'rganib tatbiq qilgunimgacha qanchadir vaqt ketdi. Hozir endi qo'rqmasdan gapira olyapman deganini o'zi aytib berdi-da. Lekin shu vaqt orasida ham meni tashlab qo'ymaganingizga rahmat. Endi u qiz o'zimning jiyanim ham-da. Qayta o'zlashtirgan, to'xtab qolmagin deb o'zim ham turib turdim. Ustoz sifatida baribir o'ziga yaqin olgan shogirdlar bo'ladi, ularni qo'llagingiz keladi. Lekin boya aytganingizdek, o'zi tarafidan shogird ham tayyor bo'lishi kerak bu narsaga, javobgarlikni ola olishga. Yaqinda akademiya tashkillashtirganimda o'zim shogirdlarimdan tuzdim. Ya'ni ularga ildiz otvoguncha, ya'ni yangi bir kasbni o'rganganingizdagi ildiz ochishingiz kerak. Men Toshkentga kelganingizda ham boshida qiyinchilik sezgansiz-ku, bu ildiz ochish davrida. O'sha paytda qiyinchilik bo'ladi. Biz qanaqa davrda yashadik? Siz, men endi internet rivojlanayotgan paytda ko'proq biz qiyinchilik ko'rdik deb o'ylayman. Hozirgi bunaqangi arzon kurslar yo'q edi, hozir mutaxassis ko'p kurslar ancha arzonlashgan. Lekin biz, misol, men kurslarim pulni qanaqa yiqqanimni bilaman-da, sizga o'xshab. Turmush o'rtog'imdan so'ra olmasdan, undan olib, bundan olib, yig'ib, misol, o'rgatmoqchi bo'lgan odamga buni qizig'i yo'q. Sizni pulingiz bormi, yo'qmi, lekin pulni hal qilish sizning muammongizda aslida. Lekin bu ilm menga kerak deb turib harakat qilib o'qiganman. Lekin bugungi kunda
shunchalik imkoniyat ko'p, shunchalik bilimlar ko'p. hozir paytda rivojlanolmayman deyish Ha, o'zi noto'g'ri. o'zi noto'g'ri. Lekin mana shunda ham bahona qilib o'tirgan insonlar bor yoki bo'lmasa mas'uliyat ololmayotgan insonlar bor. Shu bilan birgalikda mutaxassis ko'payib ketgani uchun bozorda qo'rquv ko'tarilyapti yangi o'rganayotganlarda. O'shalar uchun bir maktab bo'lsin deganda akademiya tashkillashtirgandim. O'sha yerda qizlarim bor edi, o'sha 4 ta. Ya'ni akademiyani maqsadi yosh psixologlarni ildiz otib olishi va 1 yil ustozni qarmog'ida bir ildiz otib ko'karib olgandan keyin o'zini shaxsiy brendini yaratishga ko'maklashish edi. Maqsad shu edi. Lekin bir ikkita shogirdlarimdan ustoz bu akademiya bizga nima berdi? Siz faqat sizni foydangizga bo'ldi deganda men ranjigan paytim bo'ldi, chunki bu o'zi ularning rivoji uchun tashkillashtirilgan narsa va bizni paytimizda bunaqa narsalar ham bo'lmagan. Ustozdan yordam so'rashga ham iymanganmiz. Nega muammoyimni aytishim kerak degandekda. Lekin aytyapmanda anavi eshakka yukini anaqa qilsang yotoqi bo'lib qoladi deydi-yu. Shunaqa bo'ldimi? Aslida qiyinchilik ko'proq berish kerak ekan degan xulosaga ham keldim. Hamma o'z yo'lida o'sha kapalak anaqasidan pilla qurtidan yorib chiqqandek o'z qiyinchiligidan bosib o'tishi ham kerak ekan degan xulosaga ham kelishimga sabab bo'ldi bu narsa. Lekin ya'ni shogirdlar 2 qatlamga bo'linganda, ikkinchi qatlami ustoz biz sizni ilmingizni hurmat qilamiz, ya'ni ilm ko'rganlar ko'proq. Mana meni Qoraqalpoqdan shogirdlarim bor. Doktoranturada, psixologiyada, doktoranturada ilmiy ish qilayotgan shogirdlarim borda. Siz berayotgan ilmlarni institut ola olmaymiz. Haqiqatan ham bugun siz o'rgatayotgan, menga o'rgatayotgan narsalarda ilmlar ancha eskirgan. Va faqat nazariya bo'lib qolgan, afsuski, va u bilimlar salkam o'likka aylanib qolganda, u bilimlar bilan insonga bir natija bera olmaysiz. Lekin bugun rivojlangan zamonda har kuni yangilik bor. Har kuni yangi qarash, yangi kasblar chiqib ketdi. Va mana o'zingiz ham sohangizni yangilab o'rgansiz. Men ham sohamni yangilaganman. Va bu yerda ko'proq bugun bilan yashash talab qilinadi-da. Xuddi shu qatorda insonni tezroq ulg'ayishga, tezroq javobgarlik olishga ham o'rgatyapti yangi kasblar. Ya'ni institutda 4 yil o'qib turib keyin nimadir qilgan bo'lsangiz, bugun 3 oylik kursda siz 4 yil institut ololmagan narsalaringizni olasizda, hayotga tatbiq qilishni boshlaysiz. Lekin qolgan gap insonning o'ziga. Qolgan joyi insonning o'ziga-da. Sizda ham shogirdlik kurslari bormi? Yo'q, hozircha shogirdlik kurslari individual o'qitaman. Individual, ya'ni offline kelib, yoningizda o'rganib yuraman deganlarga o'rgataman va bu anchagina qimmat. Ammo har doim individual agar o'quvchi olsam, uni natijasiga harakat qilaman, javob berishga, imkoniyat darajasida unga ko'maklashishga, chunki birinchi mijoz olish yoki biznesi uchun birinchi marta amaliyotda qo'llab ketish bilimi baribir qiyinroq bo'ladi. Ana shu pog'onani bosib o'tguncha yordam beraman. Agar yana yoningizda yurib yana ozgina o'rganing desa, albatta ularga ham yo'q demayman. Chunki baribir u menga shuncha ishonch bilan keldi. Agar qanaqadir qiyinchiliklar bo'lsa, keyin ham yordam berishga harakat qilaman. Shunaqa o'quvchi mana yaqinda bo'ldi. Individual o'qidilar, davlat ishida ishlaydi, yana qo'shimcha hozir mobilografiya bo'yicha ishlayapti. Ya'ni men xursand bo'ldimki, yoshlari mendan ancha baland, 10 yosh mendan baland, 84-yilida va yoshlariga qaramasdan shu zamonaviy kasbni o'rganay deb keldi. Qo'shimcha daromad qilish uchun. Chunki oylikka har doim ham qarab yashash уже yashab ko'rganlar ko'ryapti, zamonaviy kasblar chiqyapti, imkoniyat kengayapti. Misol uchun faqat oylikka ham yashab bo'lmaydi bugungi kunda. Misol uchun davlat ishida ishlaydi. Hozirgi onlayn SMM mobilografiya sohasini aytadigan bo'lsak, davlat ishida ishlab turib ham bu sohada bemalol ishlash mumkin. Birinchidan proyektni onlayn oladi. Onlayn uyda o'tirib yoki o'sha davlat ishida orada baribir bo'ladi-ku, 5-10 minut. Misol uchun men davlat ishida ishlagan paytimda eslayman, bemalol paytlarimiz bo'lardi-da. Obed payti, tush payti degandek. O'sha paytlar o'sha qiladigan kontentlarni joylab, mijozini kontentini joylab, qolgan payti bemalol ishni qilsa bo'ladi. Syomkasini esa bemalol shanba, yakshanba kunlariga mijozi bilan kelishgan holda yoki mijoziga aytib, videolarni o'ziga yubortirib, onlayn birga ishlasa ham bo'ladi. Bu sohada nima deydi? Biz o'sha o'rganib qolgan davlat ishidagi qonun qoidalar yo'q. Erkinlik bor.
xohlagan grafikingizni o'zingiz tuzasiz, kim bilan ishlash, kim bilan ishlamaslikni o'zingiz hal qilasiz, qaysi vaqt ishlash, qaysi vaqt ishlamaslikni ham o'zingiz hal qilasiz. Ya'ni yana bitta narsa esimga tushib ketdi. Hozir mana mega chegirma qilib, eng oxirgi marta o'sha kurslarimni yopish oldidan sotuvga qo'ydik va mendan so'rayapti. Ertaga o'sha ayollar ayniqsa ertaga daromad qilib ketishimga qanchalik kafolat bor? Qancha foiz men daromad qila olaman degan savollar beryapti va bu savolga javobim bu sohada qancha daromad qilishingizni o'zingiz hal qilasiz. Agar sizga $100 oyga yetarli bo'lsa, $100 daromad qilishingiz mumkin. Yo'q, men oyga 1000 qilishim kerak deydigan bo'lsangiz, shunga yarasha proyekt olasiz, shunga yarasha mijoz olasiz va shunga yarasha harakat qilasiz. $100 ga qiladigan mehnatingiz bilan $1000 ga qiladigan mehnatingizni anchagina farqi bo'ladi. Chunki mijozni ko'nglidan chiqish, har bitta videoni montaji, masalan, mobilografiyada baribir bu sohani ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'zi bizda hozir yana internet rivojlandi, onlayn sohalar rivojlandi, daromad yo'llari ko'paydi va ko'pchilikni o'ylaydigan narsasi oson pul topish mumkin. Hozir oson bo'lib qoldi. Internetda qanaqadir o'yin chiqdi-da, bemalol qo'lni bosib o'tirib o'ynab pul topish mumkin. Bu da mifda. To'g'ri, u yerda pul topish mumkindir. Men ishonaman, balki qilishayotganlar ham bordir. Lekin bu pul emas. Men uchun misol uchun pul emas. Men o'sha yerda 1 soat vaqtimni sarflab, qanaqadir 2 million, 1 million topishni xohlamayman. Men uchun 1 soatim qancha $1000 turadi. Yana aytadi-ku, tekin pishloq anaqada bo'ladi, qopqonda bo'ladi deydi-ku. U ham o'sha o'yin sifatida kirgizilgan narsalar, afsuski bugun juda dolzarb bo'lib qoldi shu masala ham. Tezroq boyib ketishga qiziqqan odamlar, sekin-astalik bilan katta pulga tushib qolib, joniga qasd qilgan insonlar ham ko'payib ketdi-da. Uni to'la olmasdan, ya'ni tushib qolgan summani to'la olmasdan. O'shaning uchun o'ylaymanki, men har kuni bir xil to'g'ri harakat qilish orqali inson istalgan narsaga erishish mumkin aslida. Lekin odamlar har kun bir xil harakat qilishni xohlamaydi. Bu narsaga sabri yetmaydi. Disiplina juda ham muhim. Misol uchun mana blog olib borasizmi? Mana siz ham o'zingiz mana blog olib borasiz, juda ham yaxshi bilsangiz kerak. Blog olib borish ham bu bir ish aslida. Xuddi shunaqa. Unga o'ziga yarasha vaqt, reja talab qiladi. Misol uchun o'zingizni boshqa ishlaringiz bilan rejalashtirishingiz kerak. Men bolalarimni bog'chadan olib borish yoki boshqa turmush o'rtog'im kelgancha vaqt oralig'ida o'sha ishlarimni qilgan bo'lishim kerak. Chunki turmush o'rtog'im kelgandan keyin unga ham vaqt ajratish, bolalar bilan vaqt deganday narsalar bor va shuning uchun umuman olganda agar blog rivojlantirmoqchi bo'lgan ayollar bo'lsa ham yoki blog rivojlantirmasdan turib ishlamoqchi, misol uchun mana boyagi SMM sohalarida profil olib borish unchalik ham shart emas. Shunchaki ham daromad qilish mumkin, ya'ni mijozlariga ishlab berib. Bu narsada albatta o'sha disiplina muhim, doimiy qilishga odatlanib, o'sha qiyinchiligiga chidab, boya aytganimdek, oson pul emas aslida. Xuddi o'ylashadi, mana bizni o'tirganimizni yoki blog bu haqiqatdan telefonda ko'rib o'tirgan odamga oson tuyuladi. Bloger hayoti ham oson deb tuyuladi. Xuddiki ular o'ynab, kulib, pul topayotgandek ko'rinadi. Yo'q, biz faqatgina biz kamera olib borgan narsani, ma'lumotni ko'ryapmiz aslida. Uni ortida qancha mehnat yotganini uni bosib o'tgan odamgina ko'ra oladi. Misol uchun men hozir zapusklar orqali ko'p pul topaman, buni yashirmayman. Lekin bilimimni, ilmimni, mehnatimni orqasidan topyapman. Hech kimni aldayotganim yo'q. Berayotgan ilmim haqiqiy. Agar o'shani olib o'ziga qo'llasa, yuqtirsa, bemalol daromad qila oladi. Men o'quvchilarim bilan misol uchun faxrlanaman. Hozir uyda dekretda o'tirib $1000 topadi, boshqalari 2000 yoki o'sha 100-200 topib ham o'zini ehtiyojlari uchun pul ishlayotganlari bor. Bu menimcha juda ham katta yutuq. Eng kami $200 topadi demoqchisiz, ya'ni. Kamida 200. Agar juda endi menda shunaqa o'quvchim bor, 6 ta farzandning onasi. U bitta ikkita emas, 6 ta farzandlari bor va ikkitagina proyekt oladi.
ikkita proyektidan 300-600 dollar oladi. Молодцы. Uyda o'tirib. Man unga yozganimda menga shu bo'ladi Yulduz, chunki bolalarimdan boshqa vaqt topa olmayman To'g'ri. degan. Va eng qizig'i bundan boshqa biznesi ham bor. Молодец. Mana shuncha ishni eplayapti. 6 ta farzand oson emas, lekin o'zini Eplayapti. biznesini ham, to'g'ri biznesi endi katta emas, lekin o'ziga yarasha undan ham daromad keladi. Yosh bolalarga razvivashkalar qiladi. Mani kursimga boshida kelgan paytda pul topa olmay, menga mahsulotini yuborib reklama qildirishga iltimos qilgan. Shunchalik xohish bo'lganki, Yulduz shu o'yinchoqlarni bolalaringizga yuboring, reklama qilib bering degan. Men albatta yo'q demaganman. O'shani reklama qilganimdan keyin meni kursim uchun pul topib, kursimga kelib o'qib bo'lgandan keyin yana boshqa kurslarda ham o'qigan va o'shandan keyin ikkita 3ta mijozlar topib, mana shu uyda o'tirib SMM sohasida daromad qilayotgan dekretdagi oddiy onani misoli. 6 ta bola bilan. Ha. Buni faqat onalar tushunadi. Buni qiyinchiligini. Haqiqatan ham bugungi kunda rivojlangan ayol sifatida yorqin misol bo'la olasiz. Men o'yladim, qaysidir ma'noda ishingizni qonuniylashtirish kerakmi? Chunki bugungi kunda O'zbekistonda ishsizlik soni yuqori. Aynan ishsizlik ko'p bo'lgani uchun ham chet davlatga chiqadigan erkaklarimiz ham ko'p, ayollar ham ko'pda. Va o'ylayman, sizni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Bu sohangizni yanada rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Niyat bor. Endi bolalarim kichkina bo'lganiga agentlik qilib, katta qilib hech boshlay olmadim. Mana aytyapman, yangi etapga o'tish niyatim bor deb. Hozirgacha nimamni o'sha o'zini o'zi band qilish hujjati bilan ishlab bordim. Endi xudo xolasa yana kengayish niyat bor, chunki tadbirkor bo'lib. Xudo xolasa endi shunaqa niyatlarim bor. Ilohim kengaying. Sizni mutaxassis sifatida zo'r mutaxassis deyapmiz. Demak, zo'r mutaxassislikni eplagan inson sifatida ham, umuman ayol sifatida ham boshqacha bo'lsa kerak deyman. Menga shaxsiyatingiz qiziq. Judayam. Shaxs sifatida qanaqa insonsiz? Xo'p, endi aslida o'sha ta'sirchanligingizni bildim. Ta'sirchanman, ha, ta'sirchanman. Oldinlari juda sho'x bo'lganman. Sho'x bo'lganda erka, sho'x qiz bo'lganman, lekin endi hayot majbur qilar ekan, turmushga chiqasiz, og'ir, bosiq insonga aylandim. Mas'uliyat olish og'irlashtiradi. Juda ham. Hozirgi paytlari ham bir xillarda o'sha oldingidek sho'x bo'lib, bir videolarda ham sho'x bo'lgim keladi, lekin hech uddala olmaysiz. Uddala olmayman. Nimagadir balki bu qanaqadir to'siqmi bilmayman. Balki bu narsa ham vaqti kelib ochilar. Ammo bitta narsani sezdim. Umuman inson sifatida aytadigan bo'lsam, agarda o'quvchilarim bilan ham agarda ular samimiy, ochiq bo'lsa, ular bilan ham men ochiq bo'la olaman. Lekin kaprizniy xarakteri, keyin o'zicha bo'lgan odamlar bilan rosti kelisha olmayman. O'zim unaqa bo'lmaganim uchunmi? Men lekin sizni o'ylagandim, endi o'zidan shuncha o'quvchi chiqarib qo'ygan, shunaqa yutuqlarga erishgan ayol o'zidan bir narsani yasab olib, menejerim bilan gaplashing desa kerak deb o'ylagandim, lekin siz o'zingiz gaplashdingiz. Yana bir bor meni sizga hurmatim ortdi. Haqiqatdan ham o'zi natijasi bor insonda samimiylik kuchli bo'ladi. Shu uchun shuncha natijaga erishgan bo'ladi va bu fikrimni yana bir bor Yulduz tasdiqladi dedim. Hattoki bizda orada shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Siz safarga ketdingiz, biz undan oldinroq rejalashtirgandik, podkastimiz surildi ma'lum muddatga. O'sha paytlarda ham to'g'ri tushunib, hech qanaqangi bir salbiy reaksiya bildirmasdan tushunganingizga men yana ham hurmatim oshdi. Sabringizga, sabrli, samimiy va ham jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lish bu oson narsa emas, chunki hammani qarshisiga chiqib gapirishga hammada ham kuch yetmaydi. Hamma ham o'zini namoyon qila olmaydi. Juda ko'pchilikda bu muammo, lekin siz har qanday sharoitda, har qanday vaziyatda ham go'zallik yaratish orqali bahonachi bo'lmanglar. Ya'ni sizni videolaringizni men shuni tushunaman. Bahonachi bo'lmanglar. Shu ma'no kelib chiqadi. Bahonachi bo'lmang va to'g'ri harakat qilib natijaga erishing degan narsani targ'ibotini ko'raman sizda va
man judayam xohlayman, samimiy xohlayman ishingiz yanayam kengayishini, yanayam ko'proq o'quvchilaringiz bo'lishini, ishingizni keyingi urovеньlarga o'sishini, balki 1-2-3 etajli o'zingizni o'quv markazingizni tashkillashtirib, ayollarga mana bugungi kunda misol bitta ayolni $200 daromad topadigan darajada o'qitish bu oson narsa emas. Va juda ko'p o'quvchilaringizdan bunaqa odzivlar bo'lsa kerak. Men mana buncha daromad topyapman, buncha daromad topyapman degandek. Misol 4 yillik institut o'qib ham shunaqa daromad topmayotganlar ko'p. To'g'ri. Lekin 3 oylik kursda o'qib $200 topish ro'zg'origa olib kirishi ayol kishini bu katta narsa. To'g'ri. Bolalarini ehtiyojini qilishi bu juda ham katta narsada. Kerak paytda o'sha $200 turmush o'rtog'i qilib bera olmasligi mumkin. Lekin ayol o'zini uyda o'tirib, hech qayerga chiqmasdan pul topishi bu qahramonlik deyman-da va shuni sizga haykal qo'yish kerak deyman sizga o'xshagan ayollarga. Rahmat. O'zi aslida o'sha boya aytganimdek, onlayn sohalar, ya'ni internet orqali bu faqatgina Instagram emas, misol uchun bugungi kunda YouTube bor, mana Telegram platformasi orqali o'zini ko'rsatib yoki ko'rsatmasdan, ya'ni kadr ortida turib ham rasm, videolar olib, ya'ni o'zini tovarini, mahsulotini reklama qilish asosida pul topish mumkin. Faqatgina misol uchun SMM, mobilografiya yo'nalishlarini o'rganish bu faqat o'sha shu sohada ishlash uchun degani emas. O'sha yuqorida to'g'ri ishlayotgan o'quvchilarni misol keltirdim. Aslida biznesni rivojlantirish uchun ham shu onlayn sohalarni o'rganish kerak. Agar ko'pchilik o'ylaydi, bu narsa juda ham oddiy, bitta video telefonimda shunchaki olib yuborsam sotilib ketadi tovarim deydi. Aslida bu fikr xato. Faqatgina tartibli ko'rinishda, plan asosida olib borilgan biznes, ya'ni Instagramda yoki Telegramda albatta rivojlanadi. Chunki obunachilar yig'ish, mana o'zingiz ham bilasiz, profil ochib obunachi yig'ish eng qiyin narsa o'zi aslida. Bu narsani o'sha to'g'ri amalga oshirgan insongina o'zini bir katta auditoriyasiga ega bo'la oladi. Shuning uchun bugungi kunda ayollar bu sohani o'rgansin deb juda ham xohlayman. Agarda mayli bu o'sha aytayotganimdek bir shaxsiy o'zini o'sha nimaga olib chiqib, blogga olib chiqib, shaxsiy brendini rivojlantirib bo'lmasa ham, biznesini rivojlantirish uchun bir qo'shimcha daromad qilish yo'li sifatida foydalanishni menimcha eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Bu imkoniyatlardan foydalanishni. Bu yo'lda sizga kuch, g'ayrat tilayman, charchamang deyman. Chunki yo'lboshchi bo'lish oson narsa emas. Ham o'zingizni oilaviy tashvishlaringizdan ortib buncha narsa qilish oson emas. Yosh bolalar bilan oson emas. Sizga kuch, g'ayrat tilayman. Va bugungi bizning podkastimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat deyman. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Menimcha ayollar ko'p narsa oldi bugungi suhbatimizdan. Bugungi suhbat ularni o'zini oyoqqa qo'yishiga, qila olaman degan niyatni, fikrni uyg'onishiga sabab turtki bo'lsa, biz maqsadimizga yetdik deb o'ylayman. Rahmat. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz deyman. Rahmat. Sog' bo'ling.